Tunken hayla Rasul açık kadro açtı bitti. Bu kim edi bu indi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayini mi bu? Videoni boshiga yetib boqimizlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Furqat tumanida yashaydigan ustakalarimiz Tunka xizmatlaridan foydalanishni taklif etamiz. Tunka ustidan qidirib yurgan birodarlarimizga 1 kvadrati 40 ming so'mdan yo boshlab 135 minggacha ketadi akalar. Barcha turdagi, figuradagi bo'lgan xizmatlarda akalar chiroyli qilib bitkazib beradi. 350 kvadratda 10 kun ichida bo'layotgansizlar. 10 kun ichida. 10 kun ichida. Hech puldan beryapsiz bash nimalariga, xizmatiga. 42 ming so'mdan. Qanaqa fason deyiladi aka bu? Oppoq 04 Toshkentdan. 04 Toshkent fason aka. Kvadrat necha puldan bo'lyapti buni aka? Hozir hamma yo'q materiali ichida, rayka, lesa, pesa hamma yo'q xizmati 140 ming so'mdan qilyapti. Xuddiyroq tekis fasonlar bo'lsa 125 mingdan 130 minggacha qilyapti. 130 minggacha. Hamma yo'g'ini olib beryapti. Hamma yo'q ichida. O'zimiz otdilar, lesa, rayka hamma yo'q ichida 125 mingdan 140 minggacha qilyapti. Juda ham zo'r. Usta puli, masalan, uyda egasi hamma yo'qni olib beryapti. Rayka, lesa, tunika puli hamma yo'qni olib beryapti. Sizning xizmatingiz kvadrat necha puldan yuradi? 40 mingdan 45 minggacha figurasiga qarab buni ham. Oddiy figuralar 40 mingdan, murakkabroqlar 45 mingdan qilinyapti. Agar sizda usta uyda egasi faqat pulni o'zini beradigan bo'lsa, necha puldan qo'yasiz? Siz qolgan xizmatlarni lesa, tunika foni, reykasi, miqi, shurpi hamma yo'g'i ichida bo'ladigan bo'lsa, kvadrati necha puldan? 125 mingdan 140 minggacha. Ha, bu 125 mingdan 140 minggacha xohlagan fasoningizda tayyorlab beriladi. Xizmatdan foydalaninglar. Tez fursatda bir haftadan 10 kunga bo'lgan vaqt oralig'ida 100 kvadratdan 500 kvadratgacha bo'lgan joylaringizni sifatli qilib berishadi akalarimiz. Aloqaga chiqaverasizlar.